Kuy o'g'il qaynanaga mahram bo'la olamdi? Savol. Assalomu alaykum. Kuy o'g'il qaynanaga mahram bo'la olamdi? Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kuy o'g'il qaynanaga mahramdir. Chunki qaynana kuy o'g'ilga nisbatan nikohlanish mangu harom bo'lgan ayollar qatoridan bo'lib, Alloh taolo nikohlanish harom bo'ladigan ayollarni mundaq bayon qilgan. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, otanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, emildash hamshiranglarni, qaynananglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini bu shart emas, uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chog'da ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtonlardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini elishinglar va ikki hamshirini bir vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganlar afv qilinadi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Erlik ayollarni elishmi sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rlar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlardir. Nisa surasi 23-24 oyatlar. Oyatda aniq qilib qaynananglar degan bo'lg'achqa kuy o'g'il qaynanaga mahram bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolning mahramsiz bir kishi kunduzlik yo'lga safar qilishi halol bo'lmaydi degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech bir er kishi yot ayol bilan mahrami yanida bo'lmagan ahvolda xoli yerda billa bo'lmasin degan edi. Bir kishi: "Ey Rasululloh, ayolim hajga chiqmoqchi bo'ldi. Men mundaq g'azotlarga chiqishga tizimga oltirgan" dedi. Rasululloh qaytib berib ayoling bilan billa haj qil dedi. Yuqoriqilarga asosan kuy o'g'il qaynonasi bilan safar qilsa, xoli bir yerda o'ltirsa bo'ladi. Kiyinishdimi kuy o'g'il oldida o'z o'g'lida kiyinsa bo'ladi. Lekin qiz anaga o'gay bo'lgan ahvolda kuy o'g'il ayolining o'gay onasiga mahram bo'lolmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 54-numorliq fatvo.